bu holatni ko'ring. Biz to'g'risini aytganda shu ishtonsizlikni, masxaravozni, fahshlarni ko'rib turib, qimorlarni ko'rib turib shunga like bosayotgan insonlar bo'lyapti. Bitta shu ona uchun nihoyatda like bosib, bitta duo qilib kommentariyada bir yaqinlaringizga jo'natib, bitta story qilib bering, post qilib joylarmasiz. Bu onani shu holatda turganlarida bitta yordam bersak, shu dunyodagi mushkulotlarni artsak, Alloh azza va jalla bizni dunyo va oxiratdagi mushkulimizni artib qo'yadi. Hozir bu o'zlaringizning uylaringizmi? Ha bu ijarami hozir bu? Bu ijara $100 uyga beramiz. Yoshingiz nechida? Yoshingiz 76da. 76 yoshda shu hozir qizingizmilar? Shu qizingizni qarab o'tiribsizmi? Qarab o'tiribman, nima qilaman endi? Jannating ona, jannating ona. Cho'ntagimda pulim bor edi. Yo'q, bo'laman. Onajon, to'xtang. Xo'p, $50 ushlab turing onajon. Mana u 700 ming so'm, mana bu 1 million. Ana $50. Shu bori pulim bor edi. Umraga jo'natgan pullarimdan foyda qilgan edim onajon. Shulardan sizlarga men shu bor pulimni berdim. Duo qilib turing. Qaranglar, uylari yo'q. Erkak kishi yo'q, boquvchi yo'q. Shunda holatda Alloh taolo sinov bergan, yig'lab nima qilaman deb shukr qilib sabr qilib o'tirgan onalarni ko'rdingizmi? Bering, Xudo xolasa bundan Alloh ta'zirini olasiz. Alloh taolo unutmaydi, siz biz unutamiz. Alloh taolo adashmaydi, siz biz adashamiz. Xudo uchun deb ehsoningizni qiling, iltimos. Imkoni yo'qmi? Shu videoga bitta like bosing, jo'nating. Opamizning holatlarini ko'ryapsizmi, do'stlar?